Yoshligimizda juda ham maza qilib yegan shu tvorogli pechenyeni endi uy sharoitida o'zingiz bemalol tayyorlay olasiz. Tayyorlanishi juda ham oddiy va osongina. Elangan unimizga razrixetel, vanilin solib aralashtirib, xona haroratida turgan sariyog'imizni qo'shib, kukun holatiga keltiramiz, so'ngra shakar solib aralashtiramiz va yana qatiq qo'shib, yumshoqqina qo'lga yopishmaydigan xamir qoramiz. Xamirimizni kizuvalaga bo'lib olib, dam oldirishga qoldiramiz va bu orada bemalol nachinkasini tayyorlab olamiz. Nachinkasi uchun quruq, yog'siz tvorog kerak bo'ladi. Unga shakar, vanilin, kukuruz kraxmalidan qo'shib yaxshilab aralashtirsak, nachinkamiz tayyor. Endi xamirimizni yoyib olib, ikkita chetiga tvorogni solib, o'rtasidan yana bo'lib olamiz. So'ngra xamirimizni 3 marta aylantirib, rulet qilib o'rab olamiz. Ustiga tuxum sarig'ini surib, vilkada shunaqa izla tushirib chiqamiz. Qarabsizki, xuddi yoshligimizdagi o'sha shirinlikka o'zi bo'ladi. Endi pechenniklarimizni 5-6 sm qalinlikda kesib chiqamiz. So'ngra listimizga taxlab 180 gradusda 30-35 daqiqa qizartirib pishirib olamiz. Shirinliklarimiz tayyor. Retsept yoqqansa like bosib, videoni yaqinlarga jo'natib qo'yamiz.